Assalomu alaykum. Behruz o'g'lim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kim edi bu? Uzr, tanimadim. Men Sadoqat dadasiman. Amaki, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Do'konimga kuzgi yangi tovarlar kelgan edi. Bo'shab aloqaga chiqarsam bo'ladimi? Xo'p. Kuzgi sviter, nimcha, vetrovkalar hammasini 99 ming qilib qo'ydinglarmi? Aha, aytganingizdek qildik. Alo, labba eshitaman. Bo'shab qolmadingizmi, bolam? Uzr minbori, hali bo'shamadim-u, bo'shashim bilan sizga aloqaga chiqaman. Sizda zarur gapim bor edi-da. Iltimos. Xo'p bo'ladi, tushundim. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Sabrim chidamay yoningizga o'zim keldim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, hamma yaxshi. Qizim bilan sizni o'rtangizga tushish niyatim yo'q. Faqat yangi hayot boshlashinglardan oldin sizni oldingizga bitta iltimos bilan bosh egib keldim. Unaqa dema, aksincha, biz sizni oldingizda boshimizni egib, xizmatingizni qilishimiz shart. Ayting, nima qilish kerak? Qo'limdan kelsa bajonidir. Sadoqatni onasi 10 yildan beri og'ir kasal, yurolmaydi. Ishchi ham yollab ko'rdim. Ishqasi qizimdagi qaromadi. Ochiqroq gapiring, hech narsaga tushunmayapman. Bu narsani aytish o'zimga ham og'ir. Lekin aytishga majburman. Otangiz bilan bizanikiga borib yashaysiz degan. Boylik hammamizga yetadi. Iltimos, tush cho'kib so'rayman. Men o'rnimda siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?